Andijonning Nasaf o'yini ikkinchi turning bezagiga aylanishi mumkin. Xo'sh, Andijonning navbatdagi hujumi va super gol. Super gol do'stlar. Bu oqshomning bezagi bo'lib beryapti bu zarba. Gap yo'q. To'p pas beriladi deb o'ylashgan edi, yo'q, chapiga to'g'riladi va darvozabon parchandiki urinmasin, foydasi yo'q edi. Dragon ham o'sha tomonga zarba yo'llagan edi. Po'latxo'ja ham shu nuqtani poyladi. O'zimiznikilardan ham urushdi, faqat legionerlar emas. Boya biz Usmonali jarima zarbasidan tepayotgan paytda